Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum Qadamjoy жаңылыктар YouTube kanali qataluvchilari, amansizlarmi? Qadamjoy rayonuna qarashli Ishoq bo'layotgan ayol hukumatining Ildidagi sentrdan jo'g'org'i trassa yo'lsi Bayaman Batır bozoriga kelayotgan yeringizlarda bunday tunuka sex bor ekan. Tunuka sexda hozir nomerlarini dag'i ekranga qo'yib qo'yaman. Bunaqa. Bu yerga reklamaning qajeti yo'q. Yo'lda bo'yida biroq o'shunday bo'lsa dag'in bir sizlarga qilayotgan ishlarining reklamasini ko'rsatib qo'yin degan maqsadda chiqardim. Bu yerda shunday tunukaning barliq turlarini yashayotgan. Assalomu alaykum, ishlayvering. Bular hozir ne ish qilyapsiz? Kalina, burada yana chiqanaqa. Ha. Bak, mana gördünüzler, biraz içinde, biraz vakitte şunday tünükeden. Bu ikincisi oldu mu? İkincisi. Qancha yıl oldu işlegeningizga? 7 yıldan beri işleriz mi? Rahmat. Bu ikkita bo'ldi. Bu yerda ochilganiga qancha bo'ldi? Bu yerda ochilganiga 7-8 yil bo'ldi. Bu yerda negizidan qanday ishlarni o'tkazasizlar? Bu yerda tunukadan baroq chiqarib beramiz. Tunukadan slif, hozirgi zamonbop uylarga, shifrlarni, tunukafon baroq chiqarib. slif, karnaylarda, bayog'i trubalarda. Bular ne ish o'tkazadilar? Bular no beriklar kanok shepird ustiga. Shepird ustiga bular, bular nolar shepird ostiga splashni chiqaveradi. 30-40 metrgacha splashni chiqaveradi ekan. Bular shepirda ustun jabqan, yaxshi ekan. Qanday razmer aytgan har qanday svetda. Bunachi vetrovka, vetrovik oldida. Oho. Bu stanoklarni qo'lda jasadingizlarmi? Sotib olindi kabirlari. Aha. Ya'ni narxlarga kelsak, qanday narxlar? Mana bu pechkani hozir globalniy birinchi qishki pechkalar qancha so'mdan? 120 so'm bu. Bundan sena qarab. 120 dan, Janaga aytganlarchi, kanyok. Ular 120 so'mdan boshlab 200 so'mgacha ketaveradi. 200 so'm. 110 so'mliqlari ham bor. Hozirgi jasagan chiqanoqlarimizchi? Ular 100 so'mdan. 100 so'mdan. Bunalar 100 so'mdan ekan. O'shuning turbalarichi? 135 so'm, 130 so'm har qanday ketaveradi. Yaxshi, ishingizlarga iyilik, rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, qolgan uchurda ushul men daha adresni aytib o'taman. Aha. Bundan har qanday svetda bor ekan. Bundan da cho'ng turbalardagi bor ekan. Bunday oq dekorativniy turbalardagi bor ekan. Bit barını şu yerden jasatib ketsengizlar bo'ladi ekan. Bunakay.
Жақсы екен. Бұл жерді көріп өттіңіздер. Мынакей мен адресті дағы айтайын. Теге көрініп тұрған. Қадамжай Баткен Ош Исфана трассасы, аркасы. Ошо жерден Баткен жақтан келе жатқанда, торговый алға Баткен жақтан келе жатқанда сол қолға бұрыласыздар. Ал эми Кадамжайдан Баяман Батыр базардан өткөндөн кийин оң колго бурулуп, бир аз гана жүргөндөн кийин жолдун оң жагында ушундай Тунике цех деген жерди көрөсүздөр, жолду боюнда. Номерлерин айтып өтүрөйүн, бирок экранда да чыгып турат. 0770 35 88 00 0779 99 50 50. Ушул номерлерге чалып келсеңиздер, бүт өзүңүздөргө керектүү буюмдарды алып кетсеңиздер болот экен. Адресибиз Кадамжай районуна караштуу Исхак Болоткан, мурдагы Халмион айыл өкмөтүнө жайгашкан.